Assalomu alaykum, yosh yurtning qalbi qoch insonlari. Yaxshimisizlar? Bugün biz syomkamizni O'zbekiston Respublikasining poytaxti Toshkentdan olib boryapmiz, ya'ni o'sha mustaqillik maydoni atrofidan olib boryapmiz. Bugun Toshkentga Shobirda Hoji bobo keldilar. Biz ko'rsatuvimizning nomini ham Prezident Surxondaryoda Hoji bobo Toshkentda nomlayapmiz. Nima uchun? Chunki Hoji boboga bo'layotgan bosimlar ostida oxiri Hoji bobo Toshkentga kelishga majbur bo'ldilar. Sog'liqlarini qancha yo'qotganlar, ayollar tinch qo'ymayapti. Mana bugunning o'zida yana uyga militsiyalar boribdi. O'sha uchastkov nozirlari boribdi. Ichki ishlar xodimlari borishdi uyiga. Savol tug'iladi. Hurmatli Surxondaryo viloyat hokimi Ulug'bek Qosimov, ichki ishlar boshqarma boshlig'i hamda prokurori, sizlarga tanqidni gapirib turgan odam yoqmaydimi? Prezident nima deyapti? Tanqid qilinglar deyapti. Asoslantirilgan tanqid qilinglar deyapti. Siz tanqidning oldini olish uchun shu muammoni hal qilishning o'rniga Hoji boboga o'xshagan, Tilla boboga o'xshagan odamlarga sizlar boshqa odamlarga nisbatan sizlar bosim o'tkazyapsizlar. Yonlaringda biz bilib turibmiz. 3-4 ta blogerlar da'vogansizlar. Lekin ularning holati bo'yicha ham biz hali hujjatlar tayyorlayapmiz. Prezident aytgan-ku, arqonni uzun tashab qo'ydim degan. Ertaga arqon tortiladi shunda. Ulug'bek Qosimov ertaga arqon tortiladi. Bugun emas, ertaga qachon tortiladi. Hammasi javob bo'ladi. Biz sizni yomon hokim bo'lib ishlayapsiz demayapmiz. Biz xalqning gaplarini beryapmiz. Agar siz o'sha xalqning Shobirda hoji bo'ladimi, Tilla hoji bobo bo'ladimi? Ular shu millatning vakili, millatning otasi shu yerda yurgan. Noto'g'ri gapirgan, men radioga beraman efirga deyapman sizlarga. Hoji bobo xato gapirganmi, Tilla bobo hoji gapirgan.